Xo'p, bemor 98-yil o'ng tomonlama kuchli radikulopatiya, oyoqdagi kuchsizlik va siydikdagi kontrol, siyishdagi kontrolni yo'qolishi bilan kelganlar. Hozir L5-S1 sohasidagi katta grijani olish uchun operatsiyani boshlayapmiz. Biportal endoskopiya usuli yordamida. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Hozir rentgenga tushirdik. Ikkita portni qilish uchun rentgenga tushirdik. U yoqda narga rentgenni qaratadigan bo'lsangiz, rentgen tomonda L5-S1 sohasiga to'g'ri kelib turibdi. Xo'p, salgina o'zgartiramiz. Sababi pichoq sal pastroqda joylashgan, sal teparoqqa chiqamiz va sal tortamiz va shu yerdan kesim qilamiz. Bu ishlovchi port. Ya'ni mana shu bir marta kirilgan perkutanniy, bir marta kirilgan pichoqni nimasi bilan ishlaydigan port yaratamiz. Faqatgina bitta teshim bo'ladi. Ikkinchisi kamera turadigan port bo'ladi. Bundan ham bir marta nima qilib turib ichkariga kiramiz. Xo'p, buni olasiz. Mana shu tipda joyiga tushib olgandan keyin salgina yarani o'zi instrumentlar kirib chiqishiga moslashtirib suyakkacha bo'lgan joyda kattalashtiriladi. Xo'p, keyin narigi portnikini bering. Kamera tomoniga qo'yib olinadi. Endi nimani bering? Kamerani ustiga kiygiziladigan nima? Mana shu holatda bizga bitta rentgen tushirib berasizlar va bu bizning operatsiya boshlashimizdan oldingi pozitsiya hisoblanadi. Bitta rentgenga tushirib berasiz. Mana L5-S1 sohasiga to'g'ri kelyapti. Rentgenda ko'rsangiz bo'ldi. O'sha ikkita rentgen ba'zan 3 ta, 4 taga ham borishi mumkin, lekin hozir ikkita rentgen bilan joyini aniqlab oldik. Kameraga suvni ulaylik. Suv qani, suv. Bu yerda deyarli qonash bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, faqatgina teshim orqali bo'ladi. Endi suv o'sha oching, oching. Ikkita kichkina teshikdan kirib boramiz. Bu sohasidagi mana suv kelgandan keyin kamerani kirgizish kerak bo'ladi. Suv kelgandan keyin kamerani kirgizamiz. Albatta, mana bu kamerani holatini ko'rish kerak bo'ladi ishni boshlashdan oldin. Xo'p, suvni aylanib turganligiga juda ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Buni olib qo'yasiz. Tushib ketmasin. Bu suv bizada ichkarida aylanib turib, agar kapillyarniy qonashlar bo'ladigan bo'lsa, qonab nima bo'lib qolmasligi uchun, ko'rish zonasini yopib tashlamasligi uchun va o'sha to'qimalar orasidagi borgan joyimizni sal kattalashtirib berishlik uchun qo'llaniladi. Suvni bosimi faqatgina gravity, yerni tortish kuchi, ya'ni 3 litrlik suvni bosimi orqali kelgan mana shu bosim yetadi ichkariga. Juda ham katta bosim shart bo'lmaydi. Xo'p, menga nimani beringlar? Elektrod. Odatda mana shunaqa to'qimalar kamerani oldini to'sadi. Bular qisman o'sha joydagi bo'shatilishi kerak bo'lgan to'qimalar hisoblanadi. Shularni olib tashlash kerak bo'ladi. O'zi katta bo'lmagan miqdorda, ya'ni bir kichkinagina kusoklari o'sha ishlaydigan sohani bekitib qo'yadi. Mana bularni olgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri suyak sohasiga kelib, ya'ni bu yerda hozir koagulyatsiya qilindi qonamasligi uchun. Bundan keyin oldida turgan nima to'qimalar olib tashalyapti. Mana bu suyak ochildi. Elektrodni bering endi.
Biraz oqarsa suyadi. Mana hozir kalkulyator bilan qonashni nimani to'qimalarni sal bujmaytirib turibmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yuqorgi lamina. L5 laminasi. Mana bu S1 Hop, mana bu yerda spinosis proses. Odam tushunishi shart emas uni. Buni boshqa doktorlar ko'rsa tushunadi. Odamlarga tushuntiraman deb endi nom o'ylab topmayman-ku bunga boshqa. O'zi nomi shunaqa? Ha, nomi shunaqa. Mana shu L5 ni laminasi bel umurtqasini bir qismi hisoblanadi. Lamina deb nomlaymiz. Bu o'sig'i, bu pastki S1 ni laminasi hisoblanadi. Xo'p, hozir biz mana shu sohadan pastga tushib, sariq boylamni ajratib, keyin grijani olib tashlaymiz. Suyakni sekin ozgina qismini olib tashlab, ichkariga kirish, ya'ni teshib kirish suyakni. Tez aylanadigan bur ishlatiladi. O'sha orqali ichkarigacha kirib boriladi. Elektrod. Mana suyak teshildi-ku, ikkini bering. Suyak teshildi. Hozir men bu chap tomondagi hozir ko'rsam, bunisi sariq boylam usti, bu suyak. Suyakdan boyagi kichkinagina drel bilan teshilgan joyi. Hozir ajratdik. Endi sekin yon tomonda sariq boylam yopishgan joyigacha sekin ochamiz. O'zi kamerada ko'rilgan paytda katta ko'rinadi. Mana shu narsa masalan, oho, nima bu deb qarash mumkin. Lekin uchiga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu chiqdi. Uchi 2 mm kattalikdagi mana shu olgan nimasi. Deyarli hech narsa olinmayapti. Faqatgina yo'l ochishlik uchun qilinyapti. Mana sariq boylam hozir sekin olinyapti. Sariq boylam tagidan o'zi odatda shunaqa yog' to'qima chiqadi. Bu ko'proq yosh bemorlarda bo'ladi. Qarilarda dekompressiya qilinadiganlarda bunaqa yog' to'qimasi bo'lmaydi. Bemor 98-yil bo'lsa, 27 yosh. 27 yosh. To'g'ri beringchi, o'zi ochildi. Yo'qdamiz, çok içerideki, yani içerideki juda yomon. Shu kateterda kelgan joy kateterda. Birdaniga siyolmay qolgan ekan. Mana sekin hozir ochib kelyapmiz. Shoshmasdan ishlash kerak bo'ladi. Chunki mana shuni tagida to'g'ridan-to'g'ri nerv shoxi turibdi. Nerv shoxi zararlanib qolishi kuzatiladigan bo'lsa, keyinchalik oyoqlarda harakatlarda chegaralanish, sezishdagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. O'sha uchun nerv shoxini jarohatlashdan ehtiyot bo'lish kerak. Mana shunaqa qonab qolgan holatlar bo'ladi. Sekin to'qimani olayotganda qon tomiri bilan bog'langanligi sababdan qon tomiri kesilgani hisobiga qonab qoladi. Shu holatda iloji bo'lsa sekin kalkulyator olib kelib nima qilish kerak bo'ladi? Kalkulyatsiya qilib yuborish kerak bo'ladi. Keyin kuzatuvda yana yaxshi ko'rinadi. Palapartishlik bilan qonasi ham to'xtatmasdan ishlashlik nerv shoxini zararlab qo'yishga olib kelishi mumkin. Dissektor berasiz.
Ana Ko'rdingiz, qo'lingizga tushmaydi. Bu mana shu qorada yaxshi ishlaydi. nima o'sha Endi Nemetskiyga o'rgangan odam yana elektrod mana shu yerda yog' to'qimasini sekin surib tagidan ehtiyotkorlik bilan nervni topamiz. Nervni juda ham qattiq bosib yotgan grija mana shu bo'lishi kerak. Hozir bu nervni ham itarib yotibdi-da. O'sha uchun buni olgandan keyin nerv shoxi sal bo'shab ko'rinishi boshlaydi. Menga pituitary berasiz, salgina Samanasini olib tashlasa olib tashlasa ham bo'ladi. Mana grija. Pituitary bering, mana shu yog'larni sal olib tashlang, ko'rsatib olgan yaxshi-da. Grijani kattaligidan grija nerv shoxini chekkaga surib tashlagan. Hozir nerv shoxi ko'rinmayapti. Grijani olgandan keyin sekin joyiga keladi. Hukni bering. Bering. Mana grijani nimasi. Bir uch topildi, sekin tortamiz. Mana shu grija hisoblanadi. Mana shu oq narsa, chiqayotgan oq narsa grija. Hozir buni olgandan keyin mana shu oq narsa, ekrandagi hozir tortib olib chiqqan narsamiz grija hisoblanadi, nervni bosib qo'ygan. yana bormi? Nasib ko'ramiz. Bo'lishi kerak, katta edi buni ko'rsangiz. Bu yerning yarasi katta chiqdi, o'tirdi. bo'ladi, o'rtacha. O'rtacha juda kichkina emas, katta emas, o'rtacha. Bundan ham kattalar chiqqan, yig'inlar ham chiqqan. Katta ehtimol bilan yana chiqishi mumkin. Böyle bir ses. Böyle bir ses. Fazla bahasını Hozir to'qimalarni ajratib, nervni topish kerak ekan. Yaqinida yaptimi? Şu ichkariga kirgizib taqilganingizda nervga tiydiz qilib. Ko'ryapsizmi? Bu ham bitta bo'lagi. Bu yoqqa chiqib qolib ketgan. Shu ekanga bu? Elektrod. Odatda mana shu elektrod orqali yordamida salgina bujmaytirib, keyin nima qilinsa yaxshiroq ko'rinadi. Bu elektrodimiz hozir salgina charchabdi. To'qimani ko'ryapsizmi?
Kuydirmayapti. kuydirmayapti deyapti. Qisqa turibdi, shunday kuydirmayapti. Bo'lmasa vajinlab kuydirish kerak. Bilasizmi? Mana bu qoldiq grija, o'sha nervni itarib yotgan joylarni hozir sekin sal bo'shatib, keyin tortib olishga harakat qilamiz. Hop. Birinchi petitirni. Ikkita nervni o'rtasida hozir, nerv shoxlarining o'rtasida. Juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Kim ekan qarang. Mana bu bo'lak. Ko'taring. Shu paytda endi shartmi? Mana. Kim ekan bu? Bu Boya kasallar bo'lsa kerak. Endi nimaga jo'natdi? Endi toza bo'ldingiz? Ancha kamaydi bosim. bosim kamaydi. Ichkari yetirsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Lekin hozir mana orqa miya. Olib turibsizmi? Mana hozir mana shu orqa miyani o'zi, L5S1 sohasi. Mana bu bitta nerv shoxini chiqib ketayotgani. Nerv shoxi. Uni tagidagi narsa hali to'liq bo'shamadida. Hozir yana ko'ramiz, chiqishi kerak bitta hozir. Manimcha nima bo'lganda, kaudalni ketganda, ayollar tinch lekin, kichkina pituitariyimiz bormi? Nima Oyoq tinchmi? Tinchmi? Kishi sho'xta Nivara xaqitos. Xaqitos. Elektrodni bering. Ayolda ehtiyot bo'lamiz. Taglarsa faqat. Kerisonni bering, mana shuni ham olib tashlamasam. Tagida turibdi shekilli, ha. To'g'ri bering, to'g'ri. Ben chiqib keldim. Ha? Shatib? Necha? Yangi kagrashim keldi. Necha bor? O'zi payshanbani poylab kelasiz siz. Nivara qaytarib boylab qo'yasizmi? Ha.
Hozir elektroddagi farqni sezasiz. Yangi elektrod ochdik. Necha chiqib qo'ydinglar? Rosa to'qimani o'zi nima qiladi? Qonatish yo'qotishi ham yaxshi, to'qimani yo'qotishi ham. Eskisini Buni artroskopiyaga ishlatsak bo'ladi. Oyoq yaxshimi? için tozalashlar yo'q. Hamma razviydi o'shanchalik bo'ladi. Lekin biz много разве будем. Oxirgi elektrodlarda bu. Janovar ham oxirgi elektrod asrab ishlatish kerak. Ha? Mana grija qolgan qismi. Nimani bering? Pititerini bering. Kichkinasini. Disk katta etti, kendi diskine. Disklerin tümüyle kısmı köpürgeniyle çıkardı. Çekilmiyor. Hamidullah ağır var bu. Kameranın içi kirib bora olmaydi. Ya xohlasangiz kirgizib beraman aka. Ya o bir nima qilmaydimi hech qilib? Tinch o'tiraymi? Odamlar so'zlaydi. Ichida nima bor ekan? Nima qoldi ekan deb, ha? Bunga qiziq lekin to'g'ri. Javobidan yana Javobidan aka Japonga keldilar. O'qiyotgan qo'yib Root retraktorni bering. Tagi epiduralniy zonadan qonyapti. Mana g'orni ichi kirasizmi? Mana shu tipda ushlab turasiz. Shu holatda pititeri boya kichkinani bering. Oyoq. Yo'q, tinchmi? Hukmi beringchi. Hadi chiqib oldi, yo'q, ha? Nechta qismi? Hukmi bering. Şimdi ko'rish kerak. Tamam. Yo, yana bitta porsiya. Pastga kavdo tushgan qismi ekan, Pititerini bering. Vallahi qolarak. E'tiboriy mana yana qolgan qismi. Mana yana bitta bo'lagi. Qolgan qismini oldik. Hozir yana reviziya qilib ko'ramiz. Oyoq. O'ng oyoqqa qarang. Chap qilinadimi? Boyagi teshikning ichigacha kirib keldik hozir. Bu epidural nefrat, yog' to'qimalari.
O'ng oyoq qimirlamayaptimi? Tekshirib turibsizmi o'zi? Pituitary o'zimda ekan-a u. Erta yugurib ketsa kerak. İnşallah. Xudo xohlasa. Olyapsizmi? Mana boyagi teshib kirgan joyimiz. Ozgina drel ishlatib turib teshib sari boylamgacha yetib oldik. Keyin bu tomoniga salgina o'tib sari boylam olishni boshladik. Sari boylam olgandan keyin mana orqa miyani endi ko'rinishi boshladi. Orqa miyani agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, boya umuman orqa miya ko'rinmayotgandi. Grijani kattaligi evaziga bir chekkaga siqib chiqarib tashlagandi. Mana orqa miyadan chiqib ketayotgan nerv shoxi, bu bitta o'tuvchi nerv shoxi va mana bu yerda qolgan sari boylamning qolgan qismini tagida chiquvchi mana nerv shoxi. Ikkita nerv shoxining o'rtasidan boyaga chiqqan grija olib tashladi mana shu teshikda. To'liq tozalab bo'lgandan keyin mana bemalol ko'rishingiz mumkin orqa miyani bo'shagani. Bu hozir faqat o'ng tomonlama qilindi. Sababi o'ngda radikulopatiya kuchli edi va bu yoqdan katta grija bu tomonga ezib qo'ygandi orqa miyani. Hozir buni olib tashlagandan keyin ko'rishingiz mumkin orqa miya va nerv shoxi. Bu yerda yana bitta nerv shoxi. Mana bu chiquvchi nerv shoxi buni tagida. Sari boylamning tagida mana. Mana shu nerv shoxi. Operatsiyamiz tugadi. Shu bilan drenaj qo'yamiz va chiqamiz. Svet yoqib yuborasizlar, bitta nimani ko'rsatish uchun. Razrezni ko'rsat. Mana bu yoqdagi faqatgina kamera. Kichkina 4 mmlik kamera, ustidagisi 5 mm mi 6 mmlik kanyulasi. Nimasi? Bunisi bu ham bir barmoqchalik emas bu. 4 mm, 5 mm atrofida mana shunaqa bitta teshik qilinadi. Suv bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib turgani uchun u yoqda ana kartinani ko'rishingiz mumkin. Ko'rinadi. Suv aylanib turibdi bu yerda. Lipirdab turgani, yog'larni lipirdab turgani, mana nerv shoxi ochildi. Endi operatsiyamiz tugadi. Hozir mana shu yerdan kichkinagina drenaj qo'yib qo'yamiz. Va operatsiyamiz tugadi. Ertadan bemorga uyga ruxsat beramiz. Bemor yotibdi, ya'ni bu butunlay sterilniy holatda bosh bu yoqda, oyoq u yoqda, bel sohasidan kichkinagina ikkita teshim orqali qilinadi. Yarim santimetrdek. Bu teshiklar bilinmay ham ketadi. Xuddiki bir hijama olgandek nima bo'ladi. Drenajni odatda qo'yamiz va faqat nimaga qo'yamiz? 6 soatga qo'yamiz faqatgina. 6 soatga qo'yiladi va 6 soatdan keyin olib tashlanadi. Bu qon yig'ilib qolib nima qilmasligi uchun mana boyagi kichkinagina drenaj pituitarining uchida kirgan. Mana shu yara bilan deyarli teng, даже teshib kirilgan joy bilan teng. Ya'ni ichkarida ham shu teshilgan joyi razmerini shundan bilsangiz bo'ladi. Mana drenajning kattaligini qarang, yarani kattaligi bilan teng. Xo'p. Nimani berasizmi? Dori qo'yamiz. Mana hozirgi bo'lgan bemorimizni, operatsiya bo'lgan bemorimizni MRC'ga e'tiboringizni qarataman. Mana shu chiqib turgan mana shu katta ob'yom, ya'ni nima? Grija. Bunisi bu yoqdagi kichkinagina qora bo'lib turgan bu orqa miya siqilib qo'ygan. O'sha uchun ham kirib borganimizda birinchi grija ko'rindi, orqa miya ko'rinmadi. Buni olib tashlagandan keyin orqa miya o'z joyiga qaytgandan keyin biz orqa miyani ko'ra oldik. Agar sizlarda ham shunaqa bel grejasi muammosi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Zamonaviy bipartal endoskopik jarrohlik yordamida sizda bu grijani bartaraf qilib berishimiz mumkin.